Shoshilinch O'zbekistonda 24-martdan dollar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 24-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra yevro kursi 56,7 so'mga pasaydi va 13.996,06 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 3,54 so'mga tushdi va 143 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuvani 5,1 so'mga pasaydi va 1766,84 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun narxi esa 48,400 so'mga tushdi va 1,956,000 so'mni tashkil qildi. Dollarning rasmiy kursi 13,21 so'mga ko'tarildi va 12,192,16 so'mni tashkil qildi. TradingView ma'lumotiga ko'ra, bugun 18-mart Toshkent vaqti bilan 16:00 holatida Bitcoin kursi 45,209,100 so'mga tushgan va 855,220,032 so'm etib belgilangan deyilgan xabarda.